Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 72-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda 70-darsimizda boshlagan kalimalar degan mavzumizdan tavhid kalimasini o'tamiz. 3-qism degani, ya'niki kalimalarning 3-chisi. Bugun aytib o'tganimdek, Xudo xohlasa tavhid kalimasini to'liq sharhlaymiz hamda birgalikda Xudo xohlasa o'qiymiz. Tavhid kalimasi bu varoq hamda pastdagi varoqlarni o'z ichiga oladi. Mana 2 ta varoq bo'ldi. Xudo xohlasa hozir shularni bir boshidan boshlab birgalikda sizlar bilan tahlil qilamiz. Mana birinchi varoqni ochib oldim. Hozir yaqinlashtiraman, bir boshidan boshlab birinchi tahlil qilib olamiz har doimgidek, keyin birgalikda Xudo xohlasa o'qiymiz. Demak, men ekranni yaqinlashtirib olaman. Men ekranni yaqinlashtirib oldim. Endi birgalikda tahlil qilamiz. Qarang, bir boshidan boshlab o'qiymiz. Bir boshidan boshlab o'qiydigan bo'lsak, ashhadu. Bu yerda hech qanday qoida yo'q, shunchaki harflar maxrajiga e'tibor bersak bo'ldi. Davom etamiz. Ashhadu hamda bu yerda an yozilgan sukunlik nun harfidan so'ng l harfi kelib qolsa, sukunlik nun harfini l ga o'zgartirib g'unnasiz o'qiymiz. Qaysi qoida? G'unnasiz idg'om. Shunda bu sukunlik nun harfidan so'ng l harfi kelib qolsa, sukunlik nun harfini l ga o'zgartirib g'unnasiz o'qiymiz degan qoidaga binoan endi n emas, nimaga o'zgarar ekan? L ga o'zgarar ekan. Bu l bo'lib qoldi. Shunda an emasda al bo'ladi endi. Shunda o'qiydigan bo'lsak, al la bo'ladi shunda. Tushunarli? An la emas, al la bo'ldi. Chunki qoida g'unnasiz idg'om qoidasi. Endi shuni qo'shib o'qiydigan bo'lsak, bu yerda 2 ta l bo'lib qoldi. Al la bo'ldi. Tushunarli? An emas, l. Al la. Demak, boshdan o'qiymiz. Ashhadu alla. Endi bu yerda cho'zig'i bor. Qanday cho'zig'i bor? Qarang. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi fatxalik bo'lsa, mattabi'i bo'ladi. To'g'rimi? Shunda bu yerda mattabi'dan so'ng hamza kelyapti. Bizda qanaqa qoida bor edi? Tabiiy maddan so'ng hamza kelib, ikkisi boshqa so'zda bo'lsa, mad munfasil bo'ladi. Ya'niki 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qiladi. Yana bitta qoida bor deysizlarmi? Tabiiy maddan so'ng hamza kelib, ikkisi bir so'zda bo'lsa, u mad muttasil bo'ladi. Bu ikkita so'z-ku, la alohida, ilaha alohida. Ikkita so'z bo'lgani uchun mad tabiiydan so'ng hamza kelib, ikkisi alohida so'zda bo'lgani uchun bu mad munfasil bo'ladi. Ya'niki 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qisa bo'ladi. Shunda bu yerda biz lani xohlasak 2, xohlasak 4, xohlasak 6 harakat cho'zib o'qiymiz. Endi keyingisi shayqacha o'qib olamiz, qarang. Ashhadu alla ilaha. Endi qarang, bu yerda ilaha. Ushbu belgichamiz alifga teng. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi fatxalik bo'lsa, mattabi'i bo'ladi. Shunda bu ilaha, la 2 harakat cho'zib o'qilar ekan. Chunki bu alifga teng ekan. Shunda bu mattabi'i bo'lib qoladi. Shunda ilaha deb 2 harakat lani cho'zamiz. Bitta lamiz 2, 4, 6, bu yerda esa 2 harakat ekan. Shunda ilaha. Endi davom etamiz. Qarang, endi bu yerda iligicha turibdi. Illa. Bitta 2 ta la, to'g'rimi? Birinchisi sukunlik, ikkinchisi fathalik. Shunda illa. Bu yerda qarang, cho'ziq bor. Cho'ziq hamda illa deb cho'zib o'qilish kerak, lekin qarang, cho'ziqdan keyin nima kelyapti? Vasli hamza kelyapti. Bizda qoida bor edi. Cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi. Ya'niki bu bitta so'z, bu yana bitta so'z, ikkalasi qo'shib o'qilyapti. Qoidada nima deyilgan edi? Cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi. Shuning uchun bu yerda illa deb cho'zilmaydi endi. Illa bo'ldi. Chunki vasli hamza bilan boshlangan so'zga nima qilyapmiz? Qo'shib o'qiyapmiz. Shuning uchun mana cho'zilmaydi deb yozib qo'ydim cho'ziqda. Hamda vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi. Eslab qoling, har doim juda oson qoida, vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi, bo'ldi. Shunda illa bunisi o'qilmar ekan, cho'ziq cho'zilmagani uchun bu kerak emas. Hamda vasli hamza o'qilmagani uchun buni olib tashlaymiz. Alloh lafzini birinchisini ham olib tashlaymiz. Shunda nima qoldi, qarang. Illa deymizda, buni ladan shunday Alloh lafzini o'rtasiga tushib olamiz mana. Shunda quyidagilar o'qilmaydi mana. Bu mana shular shunday o'qilmaydi mana. Qarang mana. Illa bo'ldi mana. Illal. Mana bunday Alloh lafzini lamiga tushib olamiz. Illal deb tushib olamiz. Lol emas, la. Illal
Endi Alloh lafzini lami lo o'qiladimi, la o'qiladimi? Buning uchun qanday edi qoida? Alloh lafzining lami o'zidan oldingi so'zga fatha bilan ulansa lo o'qiladi degan qoida bor edi. Shunda illal bu Alloh lafzining lami lo o'qiladi. Chunki o'zidan oldingi so'zga fatha bilan ulanyapti. Shunda illal bunisi la, bunisi lo. Illal lahu. Endi Alloh lafzi so'z o'rtasida kelsa ikki harakat cho'zib o'qiladi. Shuning uchun mana lo deb ikki harakat cho'zib yozib qo'ydim. Shunda illal lahu. Tushunarli? Mana bu yerdagilar o'qilmaydi. Bu bular. Illallohu. Alloh lafzi cho'ziq esdan chiqmasin. Tushunarli? Illallohu. Endi davom etamiz, qarang. Vahdahu. Bu yerda quyidagi belgichamiz nimaga teng edi? Cho'ziqqa teng edi. Hu necha harakat? Ikki harakat cho'zib o'qiladi. Mattabi'i bo'lib qoladi. Shunda qanday bo'lib o'qiymiz buni? Ikki harakat cho'zib o'qinish etini. Vahdahu deb hu deb ikki harakat cho'ziladi. Bu yerda faqat mahrajlarga e'tibor bersangiz bo'ldi. Keyin bu yerda la, bu yerda qarang. Alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi fathalik bo'lsa mattabi'i bo'ladi. Shunda bu yerda la deganimiz ikki harakat cho'zib o'qiladi. La. Endi qarang. Shari. Bitta r harfimiz ingichka o'qiladi. Chunki o'zi nima bilan kelyapti? Kasra bilan kelyapti. Xo'p, shuni ham yozib qo'yamiz. Ingichka deb yozib qo'yasiz. Mana bu ya'niki ro harfimiz nima o'qilar ekan? Ingichka o'qiladi. Nega? Chunki o'zida nima kelyapti? Kasra kelyapti mana. Shunga e'tibor berasiz. Shunda la ikki harakat, ro harfimiz ingichka o'qiladi. Shari, bitta cho'ziq. Qarang, ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa mattabi'i bo'ladi. Shunda shari ikki harakat cho'ziladi mana. Mattabi'i, sharika. Keyin qarang endi. Lahu yozilgan, lekin biz yerda to'xtaymiz. Men bu yerga to'xtash belgisi sifatida bir yulduzcha qo'yib qo'yaman. Siz ham shuni qo'yib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Sharikalah. Demak, nima qilar ekanmiz? To'xtar ekanmiz. To'xtaganimizda vaqf birinchi qoidaga ko'ra nima qo'yamiz? Ha ustidagi u harfini o'rniga nima qo'yamiz? Sukun qo'yamiz mana. Chunki vaqf birinchi qoidaga ko'ra to'xtasak shunaqa bo'lardi. Ana birinchisini tahlil qildik. Birinchisini tahlil qilib bo'ldik. Mana ko'rib turibsiz. Qarang, men bu yerda sal ekranni uzoqlashtiramanda, hozir biz kalimamizning bitta qismini tahlil qildik-da. Ya'niki mana ashhadudan boshlab, qarang, mana e'tibor bering. Ashhadu degandan boshlab shu yergacha tahlil qildik, mana birinchisini. Shu yerdan boshlab oxirigacha bitta nafasda o'qilish kerak, tushunarli? Shu yerdan boshlab bitta nafasda o'qiymiz. Mana vaqf deb yozib qo'ydim, to'xtaymiz, nafas olamiz. Birinchisini to'liq, tushunarli? O'rtasida to'xtab qolmang. Bir boshdan boshlab o'qiysiz to oxirigacha bitta nafasda. Keyin pastga tushasiz. Shuning uchun har birini alohida qatorga yozdim. Endi pastini o'qiysiz. Pastini hozir yana yaqinlashtirib olaman. Yana birgalikda tahlil qilamiz. Qarang, mana pastga ham tushib oldik. Endi buni tahlil qilamiz, qarang. Bu yerda mana lahuda qoida yo'q. Endi qarang, vasli hamza yana so'z o'rtasida kelyapti. Vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi. Shunda la u udan to'g'ri lega tushib olasiz bunaqa. Chunki vasli hamza o'qilmaydi. Shunda la hul lega tushasiz. Lahul mulku. Lahul mulku. Bu yog'ini o'qib bo'ldik. Endi bu yog'iga qarang. Va lahu vasli hamza yana o'qilmaydi. So'z o'rtasida kelyapti. Yana bundan lega tushib olamiz. Yana bu va lahul hamdu bo'ladi shunda. Ko'rdingizmi? Shunday o'qib ketaverasiz. Hamdu bu yerda m bildirib o'qiladi. Hech qanaqa g'unna nima yo'q. M bildirib o'qiladi. Bildirib o'qish izhor deyilardi bizda, esingizdan? Izhor shafaviya deyilardi. Xo'p, keyingisi. Endi bu yerda mana yuhyi. Endi qarang, ye so'zi harfi so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa mattabi'i bo'ladi. Shunda yuhyi deb ikki harakat cho'ziladi. Bu yoq tahlil qilib bo'ldik. Endi bu yoqda va yumit. Bu yerda va'da qoida yo'q. Yumit deganda ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa mattabi'i bo'ladi. Shunda bu mit deb cho'zib o'qilish kerak, mattabi'i. Lekin qarang, biz bu yerda
to'xtayapmiz-ku. To'xtaganimiz uchun bunga o'zimiz nima qo'yamiz? Sukun qo'yamiz tabiiy ravishda. Biz chetda to'xtaymiz. Men yuzicha qo'yib qo'ydim. Chetda to'xtab nafas olamiz. Shuning uchun bu yerda to'xtaganimiz uchun o'zimiz nima qo'yib olamiz? Buni o'rniga vaqf birinchi qoidaga ko'ra sukun qo'yib olamiz mana. Vaqf birinchi qoidaga ko'ra sukun qo'yib olamiz. Shunda mad tabiiydan so'ng sukun kelsa, o'zimiz sukun qo'yadigan bo'lsak, shunda qaysi bo'lardi? Mad oriz bo'lardi. 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qiladi. Shunda va yumit deb 2, 4, 6 harakat cho'zib o'qiysiz. Tushunarli-a? Menimcha unchalik qiyin emas. Mad tabiiydan so'ng sukun oriz kelsa, mad oriz bo'lib 2, 4, 6 harakat cho'zib o'qiladi. Ana to'liq qoida. Xo'p, ikkinchisini ham to'liq sharhlab bo'ldik. Yana takror aytaman, qarang, ekranni ham uzoqlashtiraman, to'liq ko'rinadigan qilib. Biz o'qiyotgan paytimizda bu yerdan boshlab to o'qiysiz. Masalan, sharikala nafas olasiz. Yana bu yerdan boshlab lahul deb boshlab to oxirigacha kelasiz va yumit to'xtaysiz, yana nafas olasiz. Keyin yana pastga tushasiz. Bu qismini yana o'qiysiz, yana to'xtaysiz bu yoqda. Yana to'xtab nafas olasiz. Keyin yana pastini o'qiysiz, yana bu yoqdan boshdan oxirigacha o'qiysiz, yana shu bilan to'xtaysiz. Tushunarli? Mana shunday dona-dona o'qish kerak. Endi pastini tahlil qilamiz. Bu yerda tepa qismi tugadi. Endi pastki qismini yana birgalikda tahlil qilamiz. Qaranglar, boshladik. Va huwa, bu yerda qoida yo'q. Va huwa. Endi qarang, hay. Chunki bu yerda tashdid borki, tashdid birinchi hardan gapiradi. Shunda qarang, hay tashdid sukun borda, tashdidning birinchisi nimalik? Sukunlik. Hay, keyin yana bitta ye, bu un tanvin, uni. Shunda hayyun. Hayyun. Mana qarang. Va huwa hayyun. Na. Sukunlik nun harfidan so'ng l harfi kelib qolsa, sukunlik nun harfini l ga o'zgartirib g'unnasiz o'qiymiz, g'unnasiz idg'om. Shunda bu sukunlik nun harfimiz endi bu aslida qarang. Hay yun na edi-ku. Undan keyin l kelib qolgani uchun nimiz l ga o'zgaradi. Shunda bu hay yul l, sukunlik hayyul la, sukun bor, hayyul la bo'ladi ekan. Siz ikkita la bo'lib qoldi. Hayyul la, lada mad tabiiy bor. Chunki alif so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi fathalik bo'lsa, mad tabiiy bo'ladi. Shunda hayyul la, ko'rdingizmi mana mad tabiiy va yamut. Hamda bu yerda vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi dommalik bo'lsa, mad tabiiy bo'ladi. Lekin biz to'xtashimiz kerak. To'xtagan paytimizda vaqf birinchi qoidaga ko'ra dommani o'rniga sukun qo'yamiz mana. Sukun qo'yib olaman. Shunda bu nima bo'lib qoladi endi? Mad tabiiydan so'ng sukuni oriz kelsa, mad oriz bo'lib 2, 4, 6 harakat cho'zib o'qiladi. Nega oriz nima degani desa, oriz degani shu o'zimiz qo'yadigan sukun. Sukuni oriz degani shu to'xtashimiz uchun o'zimiz qo'yadigan sukun, sukuni oriz deyiladi. Tushunarli? Shunda bu nima bo'ladi? Mad oriz. Yamut deb 2, 4, 6 harakat cho'zib o'qiladi. Mana ko'ryapsiz, mana shunday tahlil qilib ketaverish kerak. Xo'p, pastga tushamiz endi. Endi oxirgi o'qishimiz. Buni ham birgalikda hozir sizlar bilan azizlar tahlil qilamiz. Qaranglar. Bu yerda hozir mana biyadihi. Bitta ishxona qo'ydik, biyadihi. Endi qarang, vasli hamza. Vasli hamza so'z o'rtasida kelsa hech qachon o'qilmaydi. Shuning uchun buni tashlab ketamiz, o'qilmaydi. Hamda endi bu o'qilmagandan keyin i'dan qayerga tushib olamiz? L ga tushib olamiz. Mana qayerga tushib olamiz. Shunda biyadihil bo'ladi endi. Biyadihil khoyru. Bitta ye harfi ustida sukun, undan oldin fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi. Bitta ishxona qo'ydik, lin yumshoqroq o'qishni bildiradi. Xolos. Khoyru, keyin ru. Ru bitta r ni ustida domma bo'lgani uchun yo'g'on o'qiladi. Bitta lin bor, r ingichka o'qilish kerak edi degan qoidaga adashmang. U to'xtatgan paytingizda ingichka o'qiladi. Bu oyatning o'rtasida-ku, shuning uchun r yo'g'on o'qiladi. Khoyru, davom etamiz. Va huwa bitta davom etamiz, bitta qoida yo'q. Endi mayda ye harfi. Bu nuqtasi yo'q bo'lsa ham ye harfi bo'laveradi, biz buni o'tganmiz. Ye so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi fathalik bo'lsa, mad tabiiy bo'ladi. Shunda bu la deb ikki harakat cho'ziladi. Va bu yerda, xo'p, bu yerda l harfimiz o'zi 1, 2, 3-katida yoziladi. Sal
bundayroq yozib qo'yasiz siz. Menda sal xato ketib qopti mana shu L'miz. Sal pastroq chizsangiz, endi unchalik katta xato emas, lekin aytib qo'ygan yaxshi. Bunday L'ni bunday pastroq chizib yozib qo'yasiz bunday qilib. Tushunali bunday qilib. Xo'p, endi bu yerda kulli. Kulli deganda i. Bitta hech qanday qo'ydik, kulli shay. Yenisi sukun bor, shay. Xo'p, bitta liniyani shunchaki shay degan so'zimiz yumshoq o'qilishni bildiradi. Lin degani bu unchalik muhim narsa emas. Shay in. Endi qarang, bitta in deganda n bor, to'g'rimi? N harfidan so'ng 15 ta ixfo harflari kelib qolsa, nun harfini o'sha harflarning chiqadigan joyiga yashirib, ozgina dimoq bilan o'qiladi. Ixfo qoidasi sukunlik nunlarda. Shunda shay'in qodir. Bu yerda shay'in nni bildirmaysiz. Shay'in qodir. O'sha qof harfini chiqadigan mahrajiga yashirib o'qiysiz. Buni o'tganmiz. Shunda shay'in qodir. Endi bu yerda di ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa, mattabi'i bo'ladi. Lekin bu yerda biz yana to'xtaymiz. To'xtaganimiz uchun vaqf birinchi qoidaga ko'ra buni ustiga nima qo'yamiz? Sukun qo'yib olamiz. O'zi un tanimaydi, lekin sukunga o'zgarib qoladi. Sukunga o'zgarsa nima bo'ladi? Tabiiy maddan so'ng sukuni oriz kelsa, mad oriz bo'lib 2 4 6 harakat cho'zib o'qiladi. Mana. Mad oriz 2 4 6 harakat cho'zadi. Shunda qodir deb cho'zib o'qiladi. R'ga kelsak, r ingichka o'qiladi. Nega? O'zi sukun, undan oldin ishtima yo'q, undan oldingisi kasralik. Demak, ro ingichka o'qiladi. Xo'p, tarjimasi. Endi tarjimasini ko'ramiz. To'liq kalimani o'z sharhlab oldik. Endilikda tarjimasini ko'rib o'tamiz. Tarjimasini ham bu yerga yozib qo'ydim. Sal kichikroq yozgan bo'lishim mumkin, shuning uchun o'qib beraman. Qarang, tarjimasi. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga, u zotning yakkai yagonaligiga va sherigi yo'qligiga guvohlik beraman. Mulk ham, hamd sano ham unikidir. Tiriltiradigan ham, o'ldiradigan ham udir. U zot hech qachon o'lmaydigan, doimiy tirikdir. Yaxshilik uning izmidadir. U barcha narsaga qodir zotdir. Azizlar, tarjimasini ham ko'rib o'tdik. Men sizga qo'ldan kelgancha iloji boricha tahlil qilib berdim. Endi hozir shuni qorilarimiz tomonidan o'qilganini birgalikda eshitamiz. Yana eslatib o'taman, o'qiyotganda qarang. Bu yerdan boshlab o'qiysiz, to'xtaysiz, nafas olasiz. Keyin bu yerdan boshlab o'qiysiz, to'xtaysiz, nafas olasiz. Yana bu yerdan boshlab o'qiysiz, to'xtaysiz, nafas olasiz. Keyin yana bu yerdan boshlab o'qiysiz, to'xtaysiz, shu bilan tugaydi. Keyin tarjimasini ham Xudo xohlasa yodlab qo'yasiz. Demak, tushunarli? Hozir birgalikda eshitamiz. Salgina yaqinlashtiraman. Xo'p, salgina yaqinlashtirib oldim. Endilikda men sizga hozir o'qilishini qo'yib beraman. Ikkalamiz birgalikda chetdan boshlab tinglaymiz. Keyin sal sharhlab ketamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, hozir bir boshdan boshlab eshitishni boshladik. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah. To'xtadik. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, to'xtalayapti, chunki shu to'xtab o'qiladi-da bu. Qani to'xtalgan paytimizda sukun qo'yib oldik. Endi pasini o'qiymiz. Pastki qismiga tushdik mana. Endi shuni yana hozir birgalikda eshitamiz. Qarang, diqqat bilan eshiting. Lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumit. E'tibor bergan bo'lsangiz, to'xtalayotgan paytimizda 2 harakat cho'zib to'xtalandi. Chunki mad oriz 2 4 6 harakat bemalol cho'zib to'xtalsa bo'ladi. Xo'p, endi pastga o'chamiz. Uchinchisiga yana boshdan eshitamiz, davomidan eshitamiz. Va huwa hayyul la yamut. Bu yerda ham 2 harakat cho'zib to'xtalandi. Chunki mad oriz 2 4 6 harakat cho'zib to'xtalinsa bo'ladi. Xo'p, endi oxirgi qismini yana birgalikda eshitamiz. Biyadihil khayru va huwa ala kulli shay'in qodir. Shu bilan azizlar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Men Xudo xohlasa sizlarga Telegram kanalimizga yana Xudo xohlasa Shayx Alajon qori o'qiganlarini sizga yana chiroyli holat, audio holatda tashlab beraman. Ko'proq eshitib, Xudo xohlasa mashq qilib olasiz. Keyin tavsiya qilardik, maslahat berardik. Shuni birinchi navbatda har doim daftarga yozish kerak. Chunki men o'zim ko'p kuzataman, ayrimlarda cho'ziqlar qolib ketadi, ko'p internet sahifalarida boshqa, masalan, vasli hamza belgilari qo'yilmaydi, sal adashishingiz mumkin.
Shuning uchun shu o'zidagi holatda yozib, sharhlab, birinchi navbatda qiladigan ishingiz shu daftarga yozing. Men daftarni qiyshaytirilgan holatda yozdim. Tepa qismidan boshladim. Mana 2 varaq bo'ldi, ko'rib turibsiz. Shu yoqdan boshlab birinchi navbatda yozib oling. Birinchi navbatda yozib olingda, keyin shuni mashq qiling o'zingiz. O'zingiz ustida ishlang. Masalan, qani bu yerda nega bu n emas l o'qildi? Bu yerda qoida bor edi, g'unnali idg'om. Bu yerda nega cho'zib o'qildi? Bu mad munfasil, to'g'rimi? 2 4 6 harakat cho'zilardi. Ilaha 2 harakat. Bu yerda cho'ziq cho'zilmaydi. Nega? Chunki undan keyin vasli hamza kelyapti. Vasli hamza o'qilmaydi, chunki so'z o'rtasi kelyapti. Alloh lafzini boshi o'qilmaydi. Alloh lafzi nega lo o'qilyapti? Chunki undan oldin fatha bilan o'lanyapti. Xo'p, bu yerda cho'ziq bor, mattabiy bo'ladi. Bu yerda mattabiy o'zi nima edi? Mattabiy o'zi nima edi? Alif so'zda kelib, o'zi hech qanday belgi bo'lmasa, undan oldin fathalik bo'lsa, mattabiy bo'ladi. Yoki ikkita qoidasi bor edi. Keyin r nega ingichka o'qildi? Chunki o'zida kasra kelyapti. Lah nega sukun qo'yildi? Chunki vaqf birinchi qoida, to'g'rimi? Mana shunaqa hammasini sharhlashingiz kerak. Nega shunaqa bo'lyapti? Masalan, to'g'ri, boshida qiyinroq bo'lishi mumkin. Masalan, nega Alloh lafzi lo o'qildi? Chunki undan oldin fatha bo'landi. Mana shularni daftarda biz o'tganmiz sizlar bilan, to'g'rimi? Har birini masalan daftar tutyapmiz, daftarimizga yozib boryapmiz. Siz hozir masalanda qaysi qoidani bilmayapsiz. Masalan, siz hozir hech qaysi qoidani bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, ayrimlar umuman hech nimani tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Shu hech nimani tushunmayotganlar nima qilish kerak? Masalan, mana shuni o'rganing. Masalan, hozir men sharhlab berdim. Mad munfasil. Mad munfasil o'zi nima edi? Bizda tajvid darslarimizni hammasini video holatda yozib qo'ydik. Mad munfasil degan mavzuni toping. Yoki madlar degan mavzuni boshqatdan o'rganib chiqing. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa Alloh lafzi degan mavzumuz bor. Alloh lafzi degan mavzumuzni boshqatdan o'rganib chiqing. Sizda nima muammo bo'layotgan bo'lsa, o'sha mavzuni qaytadan ko'ring. Shunda Xudo xohlasa tushunasiz. Yoki bo'lmasa, men tushuntirganim uchun tushunmasangiz, boshqa internet sahifalarida ularni eshitib ko'ring. Yana boshqalarni eshitib ko'ring. Qaysi biri sizga qulay? Siz qaysini tushuna olyapsiz? Siz asosiysi to'xtab qolmang. O'tgan safar bir kishi uyga sifa jo'natdi. Men sharhlay olmayman deb yozibdilar. Sharhlay olmasanglar shunaqa, masalan men sharhlab berganman-ku. Shu gapimni yodlab olsanglar sharhlab ketasizlar, ishoninglar. Shu masalan gapiryapman, sharhlab beryapman-ku. Shuni yodlab olsanglar, Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Keyin sekin-sekin yodlab olasizlar, ha, bundaqa qoida bor edi, shu bor edi deb oson bo'lib ketadi. Azizlar, asosiysi to'xtab qolmaslik. Masalan, men bilmayman deb yuraversangiz, umrbod bilmayman deb yuraverasiz. Agar sal harakat qilsangiz, masalan, sal harakat qilib o'rganishga harakat qilsangiz, Xudo xohlasa juda oson bo'lib ketadi. Hamma narsani chegarasi bor baribir. Buni ham o'rgansangiz, bu ham to'xtaydi, keyin yangilik qolmaydi, Xudo xohlasa. Sekin-sekin o'zingiz o'rganib ketaverasiz nasib bo'lsa. Azizlar, xo'p, uyga sifaga keladigan bo'lsak, uyga sifa jo'nash tartibini yana eslatib o'taman. Birinchi navbatda mana shu daftaringizga yozib olasiz. Undan so'ng men qanday sharhlab bergan bo'lsam, xuddi shu holatda sharhlaysiz. Ashhaduda qoida yo'q. Nda ustida sukun bor, undan keyin lam kelyapti. Masalan, har birini sharhlab, qanday holatda sharhlab bergan bo'lsam, undan yaxshiroq sharhlasangiz ham mayli. Endi men tez sharhlab ketdim. Siz yaxshiroq sharhlab ham sharhlaysiz. Birinchi daftarga yozasiz, keyin audio holatda sharhlaysiz, hammasini boshdan oxirigacha. Keyin uni ham jo'natasiz uyga sifalarga. Keyin shuni Shayx Alijon qori o'qiganlarini yaxshilab eshitib, bitta-bitta o'qib, keyin uni ham o'qiganingizda uyga sifalar bo'limiga jo'natib qo'yasiz. Xudo xohlasa men tez kunda tekshirib beraman. Asosiysi sharhlang, o'zingiz ustida ishlang. Xudo xohlasa mana kalimalarda o'tyapmiz-ku. Kalimalar oz qoldi. Kalimalar tugagandan keyin Qur'oni Karimga tushamiz. Hozir biz mana shunaqa sharhlab o'rganib olsangiz, Qur'onda keyin bemalol sharhlay olasiz, Xudo xohlasa. Azizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men darsimiz tugashidan oldin yana bir ekranni uzoqlashtirib, masalan, ayrimlarga ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Mana birinchi beti. Shuni ko'rsataman mana. Xo'p, ikkinchi beti mana. Ikkinchi beti. Xo'p. Sal teparoq chiqamiz. Yaxshilab yozib olasiz. Buni o'qib berdim, agar yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, shu o'qiganimni eshitib ham yozib olsangiz bo'ladi, azizlar. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Azizlar, salomat bo'linglar.